kichik korxonalarda olib chiqishda davom etamiz. Ko'p so'rashardi, bir marta olib chiqib to'xtatib qo'ydingiz deyishdi. Bitta korxonaga keldim. Bu korxona ishlab chiqarishlarga, ya'ni termoplast, rezina, temir shunday sohalarda ishlab chiqarishga qoliplar yasashar ekan. Birinchi sinovlari bu chorni ishlarni qilar ekan. Ya'ni qolipda bu chorni обработка qilar ekan, qolipda ya'ni grup ishlarni qilib, masalan shu qolip bo'lsa katta nima ishlarni qilar ekanda va buni kichik detallarini mana bu sinovlar qilar ekan. Mana ya'ni qolipda sifatini oshirib berishga yordam berar ekan bu narsa. Va bu korxonada yana bitta narsasi o'ziga tortibki, mana bunaqangi erazon deydigan sinovlari bor ekan. Bunaqangi qirrali narsalarni erazonda chiqarib berishar ekan. Va yana bitta sinovlari bor ekan. Sim deyotgan buni bunaqangi narsalarni olish uchun qirrasini chiqarmasdan turib kesib berar ekan. Bu sinovlari. Agar sizni bu korxona qiziqtirsa, sizning ehtiyojingizga biror foydasi teggan bo'lsa, izohlarni yozdirsangiz, men bu korxonaning nomerini beraman, telefon raqamlarini beraman. Bemalol bog'lana olasizlar. Mana eng qiziqtirgan narsasi EPA. Ko'p instrumentlari EPA ekan bu narsa. Yana qanaqangi korxonalarda, qaysi yo'nalishli korxonalarda olib chiqing, izohlarda yozib qoldiring. Albatta men o'sha korxonalarda olib chiqaman.